Biz bekorga social animal emasmiz. Agar bizani olib bitta qop-qorong xonaga tiqib qo'ysa, bizda orzu ham bo'lmaydi, maqsad ham bo'lmaydi. Keyingisi jazo eng muhim edi. Bo'ldi, yigitlar, mana hammamiz bir-birimizga va'da beramiz. Agar shu bitta odatni bir kun qoldirsak, jarima $300. Ayniqsa o'quvchilar orasida intizomni qanday shakllantirasiz? Prosta o'quvchi birinchi navbatda menimcha planni tushunib olish kerak, maqsadni tushunib olish kerak, masalan, nima uchun o'zi menga kerak. Uchinchisi va eng muhimi, bu meni o'sha hayotimni o'zgartirgan desa, mani ko'proq rasm turib bo'ladi. Ko'pincha odamlarda bo'ladigan mana bir qanaqa xato qilishadi, aynan maqsad qo'yayotganda. Hayotingizni o'zgartirish xohlaysizmi? 80 marta eshitgan o'sha kitobingiz Atomic Habits'ni o'qing. Haqiqatan ham genial kitob. 100 kundan beri hamma bola har kuni kitob o'qiydi va boshida 3 sahifadan boshlagan bolalar hozir kunlik virdini, kunlik versiyasini 30 sahifaga chiqargan. Uzoq muddatli maqsadlarni qo'yayotganingizda aynan nimalarga e'tibor berasiz? Men bu narsani chista intuitivna qilaman. Sizga o'xshab ko'p o'qimaganman, boshqa Siz qilmaganman. haqiqiy qonunini aytib beryapsiz. Ko'plar rivojlanishni qanaqadir kurslardan qidiradi. Da. Bu qanchalik to'g'ri deb o'ylaysiz? Odatlaringga ehtiyot bo'l, chunki u taqdiringni belgilaydi. Xohlaymizmi, yo'qmi, hayotimiz qanaqa bo'lishi bizani har kuni qiladigan odatlarimizga kelib taqaladi.